O'zbekistonda eng ko'p so'ralayotgan mashinalardan bittasi Hyundai Palisade, ya'ni zo'rdan keldi. Bor yo'g'i 3700 kilometr yurgan akalar. 2025-yil 4-oy berka 2026 model bo'lib chiqqan. Bitta tashqarisiga e'tibor berasizlar. Absolyutni yap-yangida turibdi. Umuman kraska, petno udarlari yo'q. Hop, tashqi oblisovkasiga ham qarab qo'yasizlar. Bitta kaligraf versiyalarida shunaqa chiqadi. 5 qatorli LED chiroqlar, umuman kunduzgi yorish chiroqlari, umuman alohida e'tibor berasizlar bunga. Hop, diskalari aynan shunaqa diskalardan topilmayotdi, unda chiqmayotdi. Bunisi chiqib qoldi. Mayda qora sakalar bilan. Ya'ni ichlariga o'tadigan bo'lsak, akalar, mashinani ochishimiz bilan elektronik paroklar, bunisiga alohida e'tibor berib qo'yasizlar, chunki buni qo'shtirishi o'zi ham kamida 3-4 ming dollar pul ketadi elektronik bo'lgani uchun. Oddiylarida buni shunchaki o'zidan chiqarib ishlangan bo'ladi, bu elektronik bo'ladi. Eshikda obshivkalariga ham e'tibor berasizlar. Mayda choklar bilan alohida e'tibor did bilan ishlangan. Hop, eshikni ko'tarib tushiradigan funksiyalari bor bu yoqda. Hop, pamyat sideniyalar bor. Ichi korishniy salon bo'ladi. Ko'rib turibsizlar, haqiqatan bu mashinaga o'tirganda odamga boshqacha his beradi. Hop, mashinamizda multimedia, akustika tizimlarigacha ham alohida e'tibor berib ishlangan. Mashinamizda dual display. Endi buni narxiga keladigan bo'lsak, eng asosiysi O'zbekiston tamojnasigacha 57 400 dollar bilan yuklab, o'rab, chirmab jo'natib beramiz akalar. Qiziqqanlar aloqaga chiqaverasizlar pastdagi nomerlarga. Xudo xolasa mashina sizni ham bizni ham uyaltirmaydigan mashina ekan.